Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Xudo xolasa 12-aprel sanasida yurtdoshlar Andijon viloyatiga biz ortimda turgan afsonaviy Samarqand darvozani qo'yib berganmiz. Bir qator tanishtirib o'taman yurtdoshlar, e'tibor qilib turasizlar. Ekran pastda raqamlarimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, 12 viloyat bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mutlaqo bepul aloqaga chiqaverasizlar. 1 kvadrat metrni 1.300.000 so'mdan dastavka ustanovka qilib beramiz 12 viloyatga aziz do'stlar. Ikki yona hamda teva qismiga 8 lik brus qilib berganmiz. Tenkasi 2 listanada bo'lgan yurtdoshlar. Tagiga 8 lik shiviller qilib berganmiz. Semi qo'shadi, moshni turadi, xudo xolasa. Listiga to'xtalamiz. Listi mana bu shirshaviy listi birinchi qavati, uni ortidagi 1.8 pulsoy list qo'yganmiz. U ikkinchi qavat hisoblanadi aziz do'stlar. Ishlatilgan profillar bilan tanishtirib o'taman ichki qovurg'alarga. Mana shu profillarga 6/4 profil ishlatganmiz. Stenkasi 1.8 pulsoyda bo'lgan aziz do'stlar. Kovka gullarga e'tibor qilasizlar. To'lg'izib qilib berganmiz. Juda yarashib turibdi, o'ziga monand bo'lib. Xudo xolasa uyimizga ham juda chiroyli tushdi aziz do'stlar. Tevaga nalichka qilib berganmiz yurtdoshlar, 45 sm qilib. Ikki yoniga ham nalichka qilsa bo'ladi. Samarqand darvozalarini ikki yoniga ham nalichka qilsa bo'ladi. 40 sm, 40 sm chiqarib. Endi buyurtma asosida qilib berilaveradi. Xudo xolasa Milano zamoylardan foydalanganmiz. Xudo xolasa ishlashi zo'r. Yengil, mashina singari ishlaydi. Xudo xolasa 12 viloyat bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar, ishlarni bitkazib beramiz aziz do'stlar. Bu darvozamizni eni 3 metr, balandligi 370 bo'lgan. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.